Assalomu alaykum, Dangalchi bola kanali a'zolari, obunachilari. Anchadan beri video olmayotgandik sababli yana olishni boshladik. Men o'zimni boqadigan zot qani ko'rsa it chiqibdi bozorga. Buni yoshi qanaqa opa? 1,5 yosh, jinsi erkak. Aqranalikka o'ta udar narsa. Buni har xil maqsadda boqsa bo'ladi. Tishlari zamon burishtiraman deganlarga ham. Xo'p, holati zo'r. Narxini qancha aytyapsiz opa? Kamichi? 300 dollar kami bor deyishyapti. Telefon nomer qo'yib o'tamiz. Ayting opa. 91lik 284 8737 raqamlarga telefon qilib bemalol olsalaring bo'laveradi. It holatini ko'rib turibsizlar, o'ta udar. Biz zot Alabay, ota onasi ma'lumi, ko'rsatib beriladi. Qoni toza narsa. 80 kilogacha javob beraman, 1,5 yosh o'zgaradi. 80 kilogacha javob berilar ekan. Narxi qancha aka buni? 2,5 million. 2,5 million kamichi. O'tib beramiz, kelishamiz, telefon qilishamiz. Sal tushiraylik bir. Bo'ladi. 2 millionlar atrofiga bitadi ish. 2 million tepasida bitadi. 2 millionga ham bitmaydimi? Aka telefon qilishamiz. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar. Nechta erkak, nechta urg'ochi bor hozir bizda? Bolalar mana hammasi erkak emaslar. Bitta ko'rsatamiz olib. Ha, ikkita erkak ola Alabay bor ekan, lapalarini bilan. 3 ta ekan. Hop, bittasi mana bekon oldi. 3 ta kuchi bor ekan. Narxlari yaxshi, holatlari zo'r. 400 dollar, 300 dollardan ko'ra yaxshi. Xo'p. Telefon nomerini aytib o'tamiz aka. 97lik 97lik 771 771 84 88 84 88 raqamlariga telefon qilib bemalol olsalaring bo'laveradi. Agar bu o'chiq bo'ladigan bo'lsa, boshqa nomer bor. 97lik 081 081 84 88 84 88 raqamlariga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Faqat kechasi qilishmasa iltimos. Unisiga javob bermaymiz ama. Xo'p, husky so'raganlarga mana zo'r zot ekan. 7 oylik erkak kuchuk, narxi 500 ming. Bitta ko'k, ko'zlari bir chiroyli ekan, bittasi ko'k, bittasi jigarrangga o'xshadi. Holati zo'r. Narxlari 500 ming. Telefon nomer 93lik 242 1120 raqamiga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Nemetskiy toza ovcharkaligi, sherkalla deyishadigan julligidan ekan. Yosh qanaqa buni? 10 oylik deyishyapti. Jinsi qanaqa? Erkakmi? Jinsi urg'ochi ekan. Xo'p, narxlari qanaqa buni? Narxlarini 150 dollar deyapti. Kamichi? 120? 100 dollarlarga ham bitmaydimi? 100 dollarga amallab olsa bo'ladi. Telefon qilib aloqaga chiqib olaverasizlar. Telefon nomerini aytib o'ting. 95lik 544 28-27 raqamlariga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Aqranaga o'ta udar narsa. Komandalari bor-a buni? Komandalari bormi? Komandalari yo'q, o'rgatsa bo'lsa kerak. Bo'ldi. Ketdimi? Akalar, Alabay, bo'ri bosar so'raganlarga zo'ri bor ekan, urushgan, hamma yo'q tayyor. 3 yoshlik jinsi erkak. Holatlarini ko'rib turibsizlar, o'ta yirik narsa. Narxini 5 million so'm deyapti, 80 kilo vesi, urushlariga hamma yo'g'iga javob garantiyasi bilan berishar ekan. Holatlari zo'r. Yaxshi odamga uncha tegmas ekan, yuvosh. Endi aqrani o'tgandan keyin uyda baribir tashlaydi. Narxini aytib o'tdik, telefon nomeri aka. 70lik 028 50-20 raqamlariga telefon qilib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari kuchuklari ham bormi buni? Buni bolalari ham bor ekan, qiziqqanlar uchun holatlarni ko'raverasizlar. Holati zo'r ekan, bir chiroyli, olutagarchilik yetalab yurgani bo'laverar ekan. Xo'p, narxi qancha ekan buni? Narxi 200 dollardan donasi, jami 400 dollar ikkalasi jupi bo'lib. Holatlari zo'r, yoshlari qanaqa ekan buni aka? Yoshlari 1 yoshga 1,5 yosh ekan. Xo'p. Holatlari zo'r. Telefon nomer 93lik 242 1120 raqamlariga telefon qilib bemalol olsalaring bo'laveradi. Bo'ldi. Tozasi bo'yi o'smaydigan kaltalardan so'rashuvdi. Mana holatlari zo'r. Bo'yi o'smaydi, kalta zotdan. Bitta erkak urg'ochi. Xo'p, narxlari bulardi 500 ming so'm. Kelishlar.
holatlarini ko'rib tursak, bunlardan yana bor. Holatlarini ko'ryapsizlar, juda chiroyli. Bo'ylari hech qancha bo'lmaydi, 30 sm, 35 sm bo'ladi, jang katta bo'lsa. Bo'lmasa bunga ham yetmaydi. Xo'p, telefon nomer 88lik 665 54 55 raqamlarga telefon qilib bemalol olsalaring bo'laveradi. Holatlari o'ta go'zal. Keyin ba'da Spaniel kuchugimiz bor ekan. Jinsi erkak. Holati zo'r. Yoshi qanaqa ekan buni? 1,5. Yoshi 1,5 oylik. Narxi qanaqa? Narxi 1 million. Kami? Kami kelishlar. Bunga telefon nomer aka 88lik 665 54 55 raqamlarga telefon qilib olsalaring bo'lar ekan. Holati juda chiroyli. Maza qilib boqqaman deganlar qop-qorasidan ekan. Tak, akalar mana yana bitta it gibrid. Sog'lig'i sog'lom. Yoshi qanaqa buni? Yoshi 7 oylik. Jinsi erkak. Narxini arzonidan so'raganlarga bor mana. Narxini 400 ming so'm kami bor deyishyapti. Kelishtirib olaverasizlar. O'ta zo'r narsa ekan. Chiroyli narsa ekan. Holatlari zo'r. Telefon nomerni ayting-da uka. 90lik 836 72 22. To'g'rimi? Raqamlarga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Holatlari zo'r ekan. Ma. Ko'rsalaring bo'laveradi. Juda chiroyli ekan. Xo'p. Itimiz ovcharka. Urg'ochi. Aha. Erkagiga bo'lsa hozir qo'shgani zo'r. Mana kechkasi kelyapti. Akalar yoshi 1 yosh. Hamma komandasi bor demaymiz, 50% komandasi bor. Odamni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan narsasi yosh bola. Umuman begona odamlarga tashamaydi, yosh bola yaxshi ko'radi. Faqat sharpaga quriydi, qo'riqchilik zo'r qiladi. Komandalarim oz-moz bor. Holatini ko'rib turibdi, zo'r. Yeb ichishlari vashi ular. Narxi $100 deyapmiz. Kamichi? 1 million so'm. Undan kamigachi? Undan pastga bo'lmaydi. Biz olib sotardi, 800 ming so'mga oldi, 200 ming so'm rasxodini qo'ydik. Undan sizga nima qoldi? Bizga 200 ming pul qoladi, aka 1 millionga olasiz. Yo'q, rasxodini qildi deganingizga shuncha aytyapman. Ovqatlarni yeb, yo'q, ashi 200 minglik rasxodini qilganimizga yarasha bersa bo'ldi. Ha, o'shalar endi. Hozir men o'ylashim bo'yicha 200 mingga 800 mingga olib turib, 200 ming rasxod qilib, o'zini puliga berib yuboryapti bo'lyapti. Berib yuboraman. Mana bu yerda haskilar ham kopeyka pul bo'lib ketdi. Obuna bo'lib qoldi. Olmoqchi bo'lsalaring, telefon nomer qo'yib o'tamiz. Shu nomerlarga telefon qilib yoki Telegramda murojaat qilsalaring, sraz javob qaytariladi. Telefon nomerni aytib o'tamiz aka. 88lik 665 54 55 raqamlarga telefon qilib bemalol olsalaring bo'laveradi. Itlar bozori shartda.